Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Mana Dormonda obyektimizni bitirib oldik. Bu yerda aluminium pol quyganmiz. Aluminium pol quyib 20 kundan keyin tarkib terishni boshladik. Tarkibimizda Richwood, Xitoy, RV 109 yo'lka. Hop, bichimni to'g'riladi. Bu mehmonxonamiz, to'g'rida bitta spalni. Oshxona, u yoqda spalni. Ikkinchi etajimizdan ham xuddi shunaqa plan bir xil terganmiz. Mana chetlarga kichkina kusurlar tushmagan. Hop, bu zal xonamiz. Mana kolonnalarning chetini ijod qilib yuborganmiz. Uzmasdan yo'lga qilib terilgan. Zinalarning cheti ham xuddi shunaqa. Ikkinchi kolonnamiz. Kir-urishli kafil, oshxona, sanuzellar hammasi 3 kelgan tarkib bilan. Tekis parov qo'yiladi bo'tga, orasida 1 sm zavor bo'ladi. Mana libo joyiga uголныйmi tekis narsa qo'yib ko'rsanglar bo'ladi. 3 kelgan. Xo'sh. Mana kir-urishimiz kafil bo'tam. Hamma sanuzellarga bir xil bitta urinda lazerda qo'yilgan. Bitta mana mashga kichkina kuzov tushirdik. Bu spalimizning devori ichkariroq, yo tashqariroq bo'lganiga kichkina kuzov sal tushib qoldi. Spalim xonamizga buton почти mana yo'q ham buton tushgan. Oshxonamizda kiskardondan devorni chiqarishga necha qilib ichkariga ham tiqib berganmiz. Mana MDF aylanadi chetidan. Oxirigacha tiqib berilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilavering. Ishimizga sifatiga kafolat beramiz. Tarkibimizda mana bezuk eshitilayotgan bo'lsa, chirsillagan ovozlar yo'q. Hop, zazorlari 90-45lari hammasi chiroyli keladi. Garderob xonamiz bu yerda mana kichkina kusuv tushmagan. Spalni yo'q ham kichkina kusuv tushmagan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana sanuzellar ham bemalol bu joyda tekshirsanglar bo'ladi. Kim shunaqa aluminium pol quydirmoqchi bo'lsa, tarkib terdirmoqchi bo'lsa, remontga yaqinlashib qolgan bo'lsa, polga bemalol jo'natib qo'yaverasizlar. Shunaqa chiroyli qilib beramiz.